Studiya formatda qurilgan uyni bitta kamchiligi bo'ladi. Bu ovqat pishirganda butun uyni ovqatni hidi tutib ketadi. Biz ham xuddi shu muammoni o'rganib chiqqan holatda mijozimizga xuddi shunaqa taklif berdik, ya'ni oshxona bilan zalni ajratib turadigan razdvijnoy eshik o'rnataylik deb. Bu eshikning plus tomonlari shundaki, birinchidan oshxona bilan zalni ajratib turadi va unaqa ko'p joy egallamaydi, devori ichiga kirib ketadi, bor yo'g'i ham bilinmaydi. Endi oshxonaga kirib kelamiz, oshxonamiz premium, juda ham shinam qilib ishlangan. Rakvinani burchakka joylashtirganmiz, chunki ish ustoli katta bo'lishi kerak. Bu yerda bemalol ovqatlarni zagotovkasini qilsangiz bo'ladi va albatta alohida e'tibor berishingizni istagan bo'lardim. Kvarts tosh ishlatilgan. Ya'ni stolichniy stoliga kvarts tosh qilingan. Bu umuman qirilmaydi, hatto sabzi taxta o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi. Va albatta uni tagiga ayollarimiz sevgan posudomoyka apparatini ham o'rnatib berganmiz. Bu ham Hoffman brendidan juda ham sifatli. Uni yoniga albatta Hoffman brendidan gaz plita qo'yib berganmiz. Bu gaz plitani o'zi tagiga bo'ladigan bo'lsa, uni shkaflari o'rnatilgan. Va tepada ham oshxona anjomlarini qo'yish uchun shkaflar qoldirib ketilgan. Butun mebel Krashniy MDF dan yasalgan. Endi bu bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerga butun uyni isitish tizimini joylashtirganmiz. Uni tagida ham maishiy narsalarni qo'yish uchun shkaf qoldirib ketilgan. Bu uyimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p joyda skriti eshiklardan foydalanganmiz va bu skriti eshikka ham biz xolodilnikni joylaganmiz. Bu xolodilnikimiz ham Hoffman brendidan. Har bitta ish stolimizning tagida o'zini podsvetkasi bor. Bu yana ham sizga ishlashingizga komfort bo'lishi uchun ish stolingiz yoriqqina bo'ladi va albatta sensorli включательlar qo'yilgan. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa mikrovolnoviy pech va duxovkani joylashtirib berganmiz. Bu ikkalasi ham Hoffman brendidan. Ko'rib turganingizdek, oshxonada hech qanaqa burchak sizni yurishingizga va ovqat qilishingizga, harakatlanishingizga xalaqit bermaydi. Biz ko'p obyektlarimizda Hoffman brendidan foydalanamiz, chunki ular bizga katta miqdorda skidka qilib berishadi uzoq yillik hamkorligimiz uchun. Agarda siz bizning mijozimiz bo'ladigan bo'lsangiz, biz sizga skidka narxlarida bemalol bu maishiy texnikalarni o'rnatib bera olamiz. Agarda sizga ham xuddi shunaqa premium xizmat va aqlli yechim kerak bo'ladigan bo'lsa, Sav Building jamoasiga murojaat qiling.